narxini obunachilarimizga arzon qilib bersangiz. Bizda aytganimiz bo'lmaydi, bor. Aytgan narx bo'lmaydi aka. Narximdan ham tushiraveramiz. Qancha aka? Mana olishni 3300 dan. Joningiz olsin. Videolarimizda oxirigacha ko'rib tursalaring akalar, qo'ziqo'chqonlar zo'rlardan kelgan ekan. Xohlasa qo'ldan kelgancha narxlarini, ma'lumotlarini bilib beramiz. Hurmatli obunachilar, men 75 ta. Xohlasa hammasi bir-biridan kelishgan, sifat simpatlari o'ta kelishgan ekan. Men Mingbuloq jama shu tarafda kelishda, bu tomon Namangan tuman tarafda kelishda akalar. Kelaverasizlar, mana asfaltni bo'yda o'sha optimcha arzoncha Anvar akamizni katta qo'yuramizdamiz akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chorvodiyda muntazam ravishda va tasodifan ravishda kuzatib boruvchi chorva ishqozlari, qo'ziqo'chqor ishqozlari akalar, bugungi videolarimizda oxirigacha ko'rib tursalaring akalar, qo'ziqo'chqonlar zo'rlardan kelgan ekan. Xohlasa qo'ldan kelgancha narxlarini, ma'lumotlarini bilib beramiz. Hurmatli obunachilar, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar qishloq yig'ilgan akalar. Sariq qishlog'ini o'sha optimchi arzonchi Anvar akamizni katta qo'yib akalar. Xohlasa aka, siz bittadan like bosib, obuna bo'lib, telefon qiling aka, ish bitadi. Bugungi sanamiz 15-iyul hafta kuniga chorshanba 2026-yil akalar. Xohlasa birinchi partiyamizga sonlar o'ta ko'p. Assalomu alaykum Anvar aka, yaxshimisiz? Tinchlik, charchamay kelib oldingizmi? Assalomu alaykum obunachilar. Obunachilar, videoni oxirigacha kuzatib turinglar. Ma'noli, mazmunli video chiqaramiz. Ma'lum bir sabablarga ko'ra 2 kun chiqarmadik. 2 kun chiqarmadik. Aka, bugunga olib keldik. Zo'rlardan keldi, qo'ziqo'chqor o'sha liderlardan keldi. Aka, bugunga necha partiya chiqarib beramiz obunachilarimizga? 4 partiya ham 5 partiya chiqaramiz. Qo'y ko'p. 4 partiya, 5 partiya chiqarib beramiz. Hurmatli obunachilar. Lekin aka, videomizni oxirigacha ko'ring. Eng qiziqlari hali oldinda aka. Mana zo'rlardan kelib qolgan ekan aka, mana tavsiya qilaman aka. Bu sonlar nechta? Soni 75 ta. Soni 75 ta. Xohlasa hammasi bir-biridan kelishgan, sifat simpatlari o'ta kelishgan aka. Bu dumbarazlari ham o'ta zo'ridan aka, tavsiya qilaman. 500 ta qo'ydi ichidan tanlab olingan 75 ta. 75 ta. U aka soni ham 40 ta, 50 ta emas, soni 75 ta. Mana uni qarang aka. Badanni qarang, dumbarazlari kelishgan bo'ladigan qo'ylar aka. Xohlasa tavsiya qilaman, tez shoshilib aloqaga chiqaverasizlar aka. Mana uni qarang. Aka orasida bitta ham mujmal qo'y ko'rmadim. Tamasi bir-biridan zo'r aka. Buni ham xohlasa narxini obunachilarimizga arzon qilib bersangiz, maza qilasiz. Beramiz. Bilasiz, optim tarqatamiz, shunday optim narxda keladi. Xohlasa aka, bu Anvar akamiz birinchi qo'l. U qo'l, ikkinchi qo'l, uchinchi qo'l emas. Birinchi qo'l o'zlari optim olib kelib, optim sotadilar. 300 ta, 400 ta olib kelib aka. Xohlasa bugunga qo'y ko'p, maqsad sotish aka. Telefon qilgan odamda ish bitadi. Buni aka bo'ybasini nechaga beramiz bularni? Bo'ybasi 70-75 gacha. 75 gacha atrofida olasizlar aka. Xohlasa Telegramdan yozsangiz, to'liq ma'lumotini santgacha o'lchab ko'rsatib tashlab beradilar. Hurmatli obunachilar, buni yosh necha oylik dedi aka? Yosh oyligi 7 oylik atrofida. 7 oylik atrofida, lekin aka qo'ylar zo'r ekan. Buni qarang aka, bo'ybasi o'ta zo'r, uzun qo'ylar ekan. Bu aka qachon keldi bu qo'ylar? Kecha kuni yetib keldi, junpinni og'izib. Kecha kuni yetib keldi. Kecha kuni kechqurun yetib kelganda bu qo'zlar hali charchoq qo'zlar. Qo'zlar qarang aka, lekin bu to'g'riga qadam qo'ygan variantlardan. Buni qarang. Sotka ham cho'ratda, mana qo'ylar qarang. Bosib qo'ysizlar. Sotka ham xotirjam tushadi. Bunlar kelishgan, bo'ladigan qo'ylar aka, zo'rlardan. Buni dastlabkilari qanchaga beramiz aka? Hammasini olsa O'zbekiston bo'ylab, Samarqandgacha demaymiz. O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Hammasini olganga O'zbekiston bo'ylab besplatno. Dastlabkilar tekin. 10 tagacha Samarqandgacha. 10 tagacha Samarqandgacha, Toshkentgacha bitta vodiy. Joningiz olsin aka. Xohlasa narx ham o'ta arzon bo'ladi aka. Siz o'ylagan narxingizdan ham aka arzon qilib aytgan bo'lsa aka, bittadan like tugmachani bosib, obuna bo'lib qo'ysizlar. Buni qarang aka. Yengilligini qarang. Badallari qarang aka, mashallah. Endi xotirjam ko'taradi, ashi bor berishsi. Endi bosib berishaveradi aka. Bosib berishaveradi. Lekin aka, yoshlarga qaraganda qo'ylar yirik ekan. Buni aka, xudo xolasa
obunachilarimizga narxini ham o'ta yo'lida qulay qilib kesib aytsangiz aka, xudo xolasa obunachilar maza qilsin. Ve bozordan bori 400 ming, 500 ming arzon qo'yamiz. 400 ming, 500 ming so'm realni arzon aka. Realni mana bitta ikkita bozorda sotsam bori 4 million 800 dan ham sotaman uni ular 4 million. Voy 5 milliondan ham ko'tarib qo'yamiz aka. Xotirjam ko'taradi. Kechagi bozorda ko'rdim aka, Shoydonga chiqib ko'rdim aka, narx realniga arzon qo'ydingiz. Arzon qara mana uni. 5 qo'ysangizdan ko'taraverar ekan, obunachilaringizga chiroyli o'tib berasiz. Eyda yo'q, bayda yo'q, narx qo'yaman. 4 million 300 mingdan olishsin bir ketdi. 4 million 300 mingdan. Aka, ichidan bunaqalar ham voy bu PR qilmayapsizmi? Mana. Mana qarang aka. Xotirjam o'tadi. 4 million 300 ming so'mdan mana qo'yiladi. 300 ming. Qayda beryapti aka mana? Voy telefon qilib seni o'tib beraman. Chiroylab kami bor. Telefon qilib sen ekan bu. Men duo qilib qo'ysha, faqat seni obunachilaring ketdi. 300 mingdan kam. Joningiz olmamsiz mana 4 million so'mdan ketaveradi. Ketdi. Otangizga rahmat aka, xudo xolasa mana 4 million so'mdan mana rasprodash. Xolasa aka, tez shoshilib aloqa chiqarsizlar. Mana realni bozordan arzon aka, o'zlaringni bozorlaringga solishtirib ko'rib olaverasizlar, lekin aka qo'ylar zo'r ekan. Tan berdim aka, mana uni qarang aka, oldi bosh kelishgan oyoq qo'lizning qora baxmallardan aka. Lekin bir gap bor, Dilshodbek kalla olishga pulisi bor. O'zlari kalla olishga pulisi bor. Ha, 100 ming 200 ming atrofida pulisi bor. 100 ming 200 ming so'm pulisi bor. 70 aytish kerak. Zo'rini olsa 100 ming 200 ming naqasi bor. Joningiz olmasin aka, mana aka 100 ming qo'shib mana 75 tani orasidan yoqqanini bitta olasizmi aka? 10 ta olasizmi? Telefon qilaverasiz aka. Xudo xolasa navbatimizda keyingi partiyamizga beramiz. Hali bundan darsolar hali oldin aka like bosib obuna bo'lib qo'ying. Mana qo'ydik. Mana qo'ydik aka, mashalloh. Bular ham kelishgan. Tamam qo'ydi. Bilani, qarang aka, mashina olsangiz ham 4 million 200 ming so'm. 4 million 200 ming ketdi. 4 million 200 ming so'm ketaveradi aka. Ikkinchi partiyamizga aka, undan ham ozgina pul arzonidan chiqib qoldi aka. Buni sonlari nechta aka bu yerda? Soni 20 dona. Soni 20 dona. Mana ozgina aka, bir pachka, bir qora, bir cho'pan aka. Lekin aka, imkoningiz yetgancha mashg'ulotni oling aka, baraka topasiz aytadi, qo'yda baraka. Oling aka. Bitta tavsiya qilaman aka, bir oyda aka, ikkita qo'y bo'lsa ham tashab qo'ysangiz aka, pul qo'shilib turaveradi mana. Tavsiya qilaman aka, imkoniyatdan tez foydalanib qolgan holda aka, pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Bu bo'ybas nechiga beramiz aka? Bo'ybas 70 plus minusga olishaverasiz. 70 plus minus atrofida olaverasizlar, lekin aka realni gap aka, olib qo'ying aka, baraka topasiz. Bu kambag'alni bo'y qiladigandan-da bu. Kambag'alni bo'y qiladi. Kambag'al bo'y. Mana aka, Chorvoga endi kirib kelayotgan obunachilarimiz bo'lsa aka, telefon qilaverasizlar. Bu musofirdagi ukalarimiz, hojona, hojatlarimiz uchun mana xo'lsa zo'rlardan. Bu musofirdagi ukalarimiz ham aka, Telegramdanmi, Imodan, WhatsAppdanmi bemalol yozaverasiz aka. Bittami, ikkitami alohida videosini qilib, chiroyli qilib tashaveringlar aka. To'g'rimi aka? Chiroyli tashaverasizmi deb keyin bir gap bor, obunachilar o'ylab qolishmasin, bular opni sotar ekan, faqat bitta ham sotamiz. Bir dona ham sotamiz. Dastavkasi ham bor. Dastavkasi. Joningiz olmasin aka. Va xolsa dastavkasi qanchaga beramiz aka buni? Buniki Samarqandgacha bo'laversa. Samarqandgacha aka, mana ketaveradi, lekin aka u faqat Samarqandgacha deb o'ylab qolmang-da aka. Samarqanddan u yog'i bo'lsa ko'proq pul minadi aka. Bu vodiy bo'ylab bo'lsa pul arzonroq bo'ladi, lekin aka mana Samarqandgacha ketaveradi. Undan u yog'iga aka kelishilgan holatda aka. Xudo xolasa videoda ham ko'p cho'zmaymiz, vaqtingizni ham aka ko'p olmaymiz. Buni narxini aka, xudo xolasa chiroyli qilib aytsangiz, obunachilarimiz otangga rahmat deb kommentlarga yozib turibsiz aka. Qayerga qarama, buni 4 million deysiz, 4 million, 3 million 900 dan olishsin bir million. Aka, 3 million 900. Birinchi partiyangizga zo'r, otangizga rahmat aka, chiroyli chiqarib berdingiz. Men o'ylagan narxdan ham aka zo'r chiqarib berdingiz, lekin bu ikkinchi partiyamizga faqat biz obunachilarimiz uchun mana puli yengil qilib berasiz aka. Faqat duo qilib qo'shadi 3 million 800. Joningiz olmasin mana, hurmatli obunachilar, 3 million 800 ming so'mdan mana shoshilib qoladigan joy aka. Xudo xolasa narxi o'ta arzon bo'ldi. Tavsiya qilib qolaman aka. Bu yeb-ichishni shu kunga garantiya beramiz aka. Bir hafta xotirjam sinab olishaveradi. Bir hafta bemalol sinab ko'rib olaverasizlar aka. Orasida buni yo'tal kasal yo'q aka. Undan muammo yo'q, xudo xolsa
telefon qilaverasizlar aka. Xudo xolisa navbatimizda Keyingi 3-partiyamizga beramiz. Like bosib, shunaqa qo'ziqo'chqonlarni zo'rdan, balig'idan olaman degan obunachilarimiz uchun mana xudo xolisa Telegram gruppalariga, do'st birodarlarga, yaqinlarga tashab qo'yasizlar. So'nggi partiyamizga aka mana kambag'alli bo'g'lar shunchaki to'ldiradigan variantidan kelib qoldi aka. Xudo xolisa mana uni qarang aka, qo'ylar zo'r ekan. Bir-biridan zo'r qora baxmallardan. Aka buni sonlari nechta ekan? 7 dona. Soni 7 dona mana hurmatli obunachilar, sozgina bir pachka, bir xo'rab, bir cho'pon aka. Imkoningiz bo'lsa aka mana hammasini bir joyga torting aka, mana baraka topasiz aka. Bu bo'ybasini nechaga beramiz aka? 65 plus. 65 plus atrofida olursiz, lekin aka qo'llar zo'r ekan, mana uni qarang aka. Mana qarang, dumbaraslar ham kelishgan bo'ladigan qo'ylar aka. Buni yoshilni cho'likka beramiz aka. Yoshilni 4 oylik atrofida. 4 oylik atrofida bo'lsa, buni dastlabkilari qanchaga beramiz obunachilarimizga? Toshkentgacha besplatmi? Toshkentgacha aka mana besplatmi. Bor, Samarqandgacha ketaveradi. Samarqandgacha. Samarqandgacha. Joningiz olmasa aka mana. Samarqandgacha mana ketaveradi aka. Telefon qiling, aloqaga ish bitadi. Bu narx qancha buni aka? Narx. Sensatsiya beraymi? Sensatsiya mana. Qoronchi aka qo'lda. 600 ham yo'q, mana qarang. 1.400 dan. Olishsin. 3.400 dan. 3.400. Joningiz olmasa mana. Hurmatli obunachilar, 3.400.000 so'mdan aka mana. Keling. Tez shoshilib aloqa chiqarsizlar. Yo'q mayda. Hojatda hojonilarimizga. 3.400.000 so'm ham yo'q. Musofirlar akalarimiz vaqtishadi. Endi musofirchilik oson emas. O'zimiz yurib kelganmiz boshqa. Bu olishsin 3.300 dan beraylik. Joningiz olmasa mana. Hurmatli obunachilar, 3.300.000 so'mdan aka mana mash qo'llarni qayda beryapti aka, mana shoshilib qoling. Xudo xolisa narxlar qulay bo'ldi, shoshilib aloqa chiqarsizlar. Buni aka xudo xolisa bu so'nggi partiyamizmi? Ha, so'nggi partiyamiz emasam, qo'rani o'zim charqay qilamiz, qo'ylar bor. Soni ko'p aka. Soni ko'p, endi vaqt ko'p, qorong'i bo'lib qoldi endi. Ertaga ham chiqaraveramiz. Xudo xolisa junlarni og'izib olib joningiz olmasa aka. Voy aka, ko'ngilli bo'lmay telefon qilavering. Mo qarang aka, qo'ylar ko'p-da bu. Kuniga turgan rasxutda bu to'g'risiga. Turgan rasxut. Sotish kerak. Buni slosti ham aka qarang. Mashinam 20 ming, 25 ming ololadi. Mana maqsad sotish aka, dangallangan telefon qiling, ish bitadi aka. Shu bilan videolarimizni yakun yasadik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.